Mana, mağduk ha? Ha. Dada, biz bugün 4. saatlik tantarbiya dersida futbol musobaqasiga tushgandik. Men qo'li topdan birini kirgizib etdim. Bilasizmi? Futbollarmi? Ha, 8 0 qilib etdik. Voy, yaxshi. Yaraysan, o'g'lim. Dada, ol beni yerim qani. Mana balam. Dada, sen bu mashinani dalın mashinasiga almashtirib etgina. Nemishqa? Bir obdan menyapti-ku. Bizning sinfdagi Alining dadasi dalın mashinasi opdi. U mening dadamning mashinasi, sening dadangning mashinasidan nocha deydi. Onda degan bo'lsa, ha yaxshi bo'pti. Sening dadangni nochi deb qo'ysang tugmadimi balam? Sen bu mashinani dalın mashinasiga almashtirib et. Bo'lmasa mashinaga chiqmayman. Bala. Ben sana bir hikaye aytib beraymi? Nima hikoya? Mening kichik vaqtimdagi hikoya. Ha, bo'pti, ayta. Ben boshlang'ich maktabda o'qiyotgan vaqtimda opam ishlaydigan suv elektr stansiyasining oyliklar qo'rg'osida o'tirardim. Uydan mening maktabimgacha qatnash qolaysiz. Shunga cho'ng dadam kunda sahar turib meni maktabga borardi. Piyoda mansaq 1 soat atrofida aram borardik. Qish kunlari suv elektr stansiyasining yendiki ko'l bo'yidan o'tganimizda sovuq shamol jondan o'tadi. Ben sarılıp geçe çıkarsan çok şarkı geçmiş konum bakımı. Kimi kılıçı tamamla gitti. Ne işte. Assalomu alaykum Rahman. Va alaykum assalom. İşlikmi? Yaxshimi bilan? Umidjon nima ag'ash ketaymi? Bo'ldi, men yuranglar. Ishki balni so'rab qo'ymay qiynalib qolsa qara. Onasi Umidjon aka sama yolg'iz qolmamdim. Onasi bu bir-birimizga hamroh bo'lib ketyapmiz. Men yuragim. Umidjonni to'nglab qolmasin deyman-ku. Ya, to'g'ri. To'ngladingmi? Vaqtimiz men menga beray. Ma'qul, xo'sh. Qarab menglar. Dumra, mening bir sinfdagi savodchim edi. Uning oilasidagilar bilan bizning oilamizdagilar urug' tuqqandek o'tadi. Shunga Dilmuratning dadasi Dilshod tog'am meni o'z o'g'ildek ko'radi. Biroq Dilmurat doim tishimga tegadi. Chunki uning dadasining velosipedi bor edi. Bir mezgildan keyin singlimmi yasliga boradigan eshikka turishdi. Muyassar kichik opammi? Shundoq. Shu vaqtda singlim ikkimiz Japonni rosa tatib oldik. Amaliyotda hozir o'ylasam, Japa tatiyotgani singlim ikkimiz emas, dadam ekandik. U cho'ng-cho'ng qadamlar bilan itdek mang'atdi. Men yetisholmay yuguraydim. Singlim osonla yerib qolatdi. Shuning bilan dadam singlimni ko'tarib oladi. Maktabga borg'icha dadam singlimni ko'tarib, chiliq-chiliq tagiga cho'mib ketadi. Bolam, resim sizga tushgan qarabdimi? Qamoqni birdan deysizmi? Qizim, oqingizning gapini anglandingmi? Ha?
Chiqa. Chiqa. Qadıraq. Mana albatta quvosni. Papa, tangan balap. Biz azatlıqqa chiqqan bilan dadam jafodan qutlanmadi. Shu mezgilda mahallimizda pat-pat uning buning velosipedi yutib ketadigan bo'lib qoldi. Shunga dadam velosipedini ansirab, kunda velosipedni 5-qavatdagi uyimizga ko'tarib elib chiqatdi. Hamda atsi velosipedni elib tushatdi. Bir kun tushdan keyin dadam idorasiga opiradigan bir materialni unutib kelib, uyga qaytibdi. Nimani bo'lam? Ma'qul. Umar. Ma'qul. Biz shu kundan boshlab yana piyoda qoldik. Bir kuni maktabdan qaytib binoni oldiga kelsak, apamning idorasidan ishchilarga birdan velosiped taqibdi. Lekin u bir ayolchi velosiped edi. Voy qarab qizlarni izlayapti. Bu velosipedning bo'g'ini yaxshi ishdi. Lekin bu ayolchi velosiped menga xeyli
ko'ngilsizliklarni olib keldi. Qizim, chin tutay. Dadaşın chin tutay. Chin tutay. Ümit. Ümit. Ne? Mine, mamamız keçkimiz yana. Minmeyme. Nimişqa? Ben oğal bal tutsam, bu da ayal tüvesip ki minmeyme. Men minivatıman qo'y bala. Sen minme. Mektep mi yaparaylı? Qo'y nimişqa tayyor velosiped deb men boramiz. Qiziq kelsan qo'y. Voy bular achig'im keltirmay chiqa. Chin tutay. Savoqdoshlarim, dadangning velosiped chiroyliqkan deb meni zangli qildigan bo'lib oldi. Shu sababli ba'zi o'g'il savoqdoshlarim bilan urushib ketgan chog'larim bo'ldi. Bir şey tutmayacağım. Akretmanda. He? Ne oldu? Abi işte bir yakın olan iki. Akretmanda bala. Ya, nerede işte? Hoş. Keyin maktabga oz qolganda uni buni bahona qilib velosipeddan tushib olib maktabga menib ketadigan bo'lib oldim. Bara dadammi bunga kunib qoldi. Men doim tushib qoldigan yerda o'zligidan to'xtab meni tushirib qo'ydigan bo'ldi. Bir kuni kutilmaganda Dilshod tog'amning mashina so'qib o'tganlik xabari keldi. Keyin Dilshod tog'amning qutqizish unim bermay qazo qilganligini bildim. Yılıqı seni zanlı qilib, tishingga tekkan bolaning dadasimi? Shundoq. Shu bolaning dadasi. Shuning bilan kichik Dilmurod dadasiz qoldi. Bırak. Ulan. Ulan. Mektep mandam ha? Assalamualaikum Rahman tağa. Mektep komandım. Va alaykum assalom bolam. Bolam. Qislish bo'tasan, pataslarmi? Buldu Rahman tağa. Sizlar ketaveringlar. Men birdan bilan borman. Esta. Ma, ishni qaramam siz bilan. Bolam. Adas yo'lda diqqat qilmang ha? Ma'qul. Xayr, xo'sh. Xo'sh. Ümit, Ha? ukang chin tutay. Ma'qul. Yiliq e'lon qilgan postimning haqqini beribdi. Rasma? Qilchiq beribdi. Ajimmi qilib olmasmi? Oho, rastli. Hechip yaxshi bo'pti. Endi bu pulni elib bir alanchi astel bilan. Yo'q, olmayman. Nimishqa? O'zingiz Ümitni tanishlarning oldida ayol chivasidan xichilib o'tgan degandingizga birini ivasangiz bo'lmamdi? Maqara. Qarsam o'g'limizmi o'z maktabga berib kelayotgan bo'lib qopti. Muyassarni yana bir yil mush velosiped bilan to'shib olsam maktabga kirdi. Demak, u velosipedning bizga ahamiyati qolmadi degan gap. Ha? Dilshod tugab ketib, bolalar yetim qoldi. Ular turmushda qiynalib qolgandek turdi. Shunga pullarni ularga beraylikkin deyman.
Gerçi bu pullar bilan ularni hamma qiyinchilikni hal qilolmadik degan taqdirdami tasalli bo'lib qoladi. Dada, Oy. men maktabning darvozasini oldiga chopib qo'ya.